Assalomu alaykum aqllar, hammaga xayrli kun. Inshaalloh katta prikdagi ishimizni bugun bitirdik, xudo xolasa. 19-kuni boshladik. Mana bugun 28-kuni o'sha ishimizni bitirdik, xudo xolasa. Sizga yoqadi degan umiddaman. Manzilimiz Jizzax viloyati Do'stlik tumanida. Uy sohasi bo'yicha proyektimga start berdim. Xudo xolasa, mana noldan uy qurib berish, dom, katish, chasni uylar va noldan kalitgacha topshirib beramiz va oldi sotni ham xudo xolasa cho'tka qilib beramiz. Qanaqa uyingizda reklama, lube, hamma YouTube, Telegram, TikTok hammasiga qo'yib beramiz. Xudo xolasa, men pastdan nomerlarga telefon qilasizlar. Xudo xolasa hammasi halol bo'ladi. Bizning jamoa, men ishonaman, sizlarga cho'tka uylaringizni qilib beramiz. Chunki men yangi bo'lganimdan bu jamoa 20 yildan beri mana shu uy-joy sohasida ishlashadi. Qani men ishimizga bitta baho beringlar va kommentariyada va aktiv bomba bo'lasizlar degan umiddaman. Bu yerdan uy olishda hammaga tavsiya qolaman, chunki buni shaxsan o'zimiz quramiz. Bizlarda brigada quradi, hammaga tavsiya qilib qolaman. Haqiqatan sifatlariga gap yo'q. Men uncha narsani reklama qilmayman. To'g'risi katta obzor bo'lmadi, kichkina obzorcha bo'ldi, lekin aktiv bo'lasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa oddiy kiyimda oddiy yigitni bir qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xudo xolasa aktivni ko'rsatamiz.